Assalomu alaykum do'stlar. Kecha va'da qilganimizdek, bugun xuddi shu komplektlarda xudo xolasa sizlar bilan birgalikda yaqin 5 minut davomida obzorni sizlarni vaqtinglarni olmagan holatda qilib chiqamiz. Manzilimiz Andijon mebel markazi. Agar kimdir kelmoqchi bo'lsa, ekraningizda telefon nomerimiz turibdi. Bemalol telefon qilib, bog'lanib, Telegramdan lokatsiyani olib kelsangiz ham bo'ladi. Mabog'da kelishga erinadigan bo'lsangiz, issiq joyingizdan chiqqingiz kelmasa, shunchaki telefon qiling. Mebelni o'zi sizni uyingizga yetib boradi. Hozirgi aytiladigan narxlar dastavkasi O'zbekiston bo'yicha mutlaqo bepul, vodiyga dastavkasi ham, ustanovkasi ham bepul. Sizdan faqat shu videoga like bosish, kommentariyada o'zingizni xulosangizni yozib qoldirish qoldi xolos menimcha. Demak, obzorlarni boshlaydigan bo'lsak, birinchi shkafidan boshlaymiz. Menimcha mana shu moloshnisi juda chiroyli ko'rinyapti, hammaga yoqyapti. O'zimga ham mana shu rang yoqadi. Moloshnisiga keladigan bo'lsak, 3 ta korpus alohida bo'linadi. Eniga 240, bo'yiga 215 joyga tushadi. Xo'p, korpus qismi laminat displeyda yig'ilgan PVX kromka, betliklari polniy ishdi, betliklari MDFda krashinli qilib ishlangan. Ustidan laklar sepilgan. Chekalari polkali ko'rishingiz mumkin va alohida korpus bo'ladi. Uyga olib kirib, olib chiqib boshqa xonaga bizdan keyin yig'adigan bo'lsangiz ham udobniy bo'lishligi uchun. O'rtasi kupe eshik qilib ishlangan, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, tepasida seyflarigacha bor. Mana, seyfini ham ochib ko'rsatib qo'yamiz-da. Bu tarafini ham ochib ko'rsatamiz. Bu tarafida ikkita tortmasi bor. Mayda-chuyda kiyimlarni bemalol qo'yib saqlasangiz bo'ladi. Bu chekasini ham ochib ko'ramiz. Chekasida erkaklarimiz shimlariga sushilkalar qilingan. Ilib qo'ysangiz bo'laveradi. Ruchkalariga ham e'tibor qaratib qo'yasiz. Plastmassa ruchka ishlatilmagan, hammasi temir ruchkalar ishlatilgan bu yerda. Tryumosi alohida mavzu. Sababi bu tryumoni tepasidan pastigacha orqasi bitta butun laminat ishlatilgan. Bu yerdan tepasi ulangan yoki boshqa emas. Bitta butun laminat boshdan oxirigacha tushgan. Tryumoni tepasida bitta tortmasi bor. Ishlari ham juda go'zal, chiroyli qilib ishlangan. Pastda 3 ta qo'shimcha katta tortmalari bor. Bundan tashqari eshik polkalar qo'yib qo'yilgan ikkala chekasiga. Betlilar boya aytganimda MDF krashinli. Spalniga keladigan bo'lsak, spalnisi bosh taraf mягкий qilib ishlangan. Juda go'zal, juda chiroyli, komplekt o'ziga moslashgan. Chiroqlarni bu yerdan o'chirib yoqsangiz bo'ladi. 3 xil svetda o'chib yonadi. Mana shu yerga qo'yib ketilgan. Tumbasida ham ikkita tortma qo'yilgan. Bitta katta, bitta kichkina. Tumbalari ham o'ziga moslab ishlangan. Tumbadan narigi tumbagacha 270. 75. 275. Demak 275 joyga tushadi. Matrasimiz 170 ga 220. Buni ham taylari 220. Buni ham taylari ochiladi. ochilib nima qilinadi? Xo'p, tayini ochib bitta ko'rsatamiz. Mana do'stlar, mexanizm qo'yilgan. Nasos qo'yilgan, o'zi ushlab turadi. Yana keyin sekin akkuratni yopib qo'ysangiz bo'ladi. Buni ham sofalari bor. Sofalari ham mягкий qilingan atroflari, ichi sanda vazifasini ham bajarib beradi bemalol. Menimcha umumiy ma'lumotni berdik. Agar qanaqadir ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ying. Buni keyingi obzorlarimizda aytib o'tamiz. Xohlang bu молочный sveti, xohlang delfin sveti. Bu ham hamma joyi bir xil. Bitta shkafini ham ochib ko'rsatib qo'yamiz. Ko'rsangiz bo'ladi. Даже tortmalarigacha, faqat rangida farqi bor. Rangida farq qiladi. Mana bu yerda ham tortmalari bor. Hamma joyi bir xil qilib ishlatilgan. Aksessuarlar xudo xolasa hijolat qilmaydigan eng yaxshilaridan ishlatilgan. Xo'p, boya aytganimizdek, videoda boshida dastavkasi O'zbekiston bo'yicha bepul dedik. Buni narxini, Xo'p, buni narxlarini shortslarimizga joylayapmiz 12,5 million so'm deb. Endi mana siz ishga qaytganingizga, hani savdoni yurgizishga bir 12 million so'm qilib beraveramiz. 12 million so'm. Vodiy bo'yicha dastavka ustanovkasi ichida bo'ladi vodiy bo'yicha. Vodiydan tashqariga upakovka holatda gap bo'lishi mumkin. yetkazib beramiz manziligacha, uyigacha. Isuzuga olib chiqib yuklab berilishi, uyiga yetib borishi. Keyin eng qiziq tomoni to'lovlari deb hamma so'rayapti. Bizga hali yarmini bering, 30%, 40% bering emas. 500 ming so'm zakalat beradi. Klik qilib beradi telefondan, ya'ni 500 ming so'm maliga barakaga. Haligi u 500 ming so'mni asl olmasak ham bo'ladi. Ishonch uchun olinadi. Shuning uchun
Keyin qolganini shofer uyiga ishni olib borgandan keyin qabul qilib olib shoferdan berib yuboriladi. Voy malades. Lekin Hani bozorda gapingizni bo'ldim, mana shu 200 ta usta bo'lsa, 200 tadan aza bo'lsa sanoli 10 ta, 15 tasi shunaqa qilib beradi xolos. hani To'g'risi. ko'qib uzoq joyga chiqaryapman. Mana ustadan misol qilaylik. Uzoq joyga chiqaryapman, bermay qolsachi, hech yo'q, yarmini tashlang deydigan holat bo'ladi. To'g'ri. Keyin naborot bo'lishi mumkin. Ha. Klient ustaga pul o'tkazib qo'ysan ponchasini. Ha. U ish yetib kelmasachi, telefonini o'chirib qo'ysa yo bir narsa bo'ladi degan holat bo'lmasligi uchun ozgina zakalat olamiz. Bu yog'i tavakkal qilib chiqarib beramiz. Bu yog'i Allohga tavakkal. qilib. Ha. Shuni Shu hisobini tomon. olinglar do'stlar, Ha. lekin birovda puli birovda qolib ketmaydi. Hamma yoqda hisob kitob bor. Xudo Ha. xolasa, yana Endi shunaqa to'lov narsa deb bo'lsa. baribir hozir aytilib so'ralayotgan narsalar. Hmm. To'lov birinchi o'rinda hammaga kerak. Telefonda ishlansa bo'ladimi sizga degan holatlar. Shunga ya'ni oydinlik kiritib aytib ketyapmiz. Agar ishlarimiz yoqsa, aloqaga chiqishaveradi. Gap Iloji boricha imkon qadar manzili yaqinroq yo bizga qulayroq, shoferlar arzonroq olib ketadigan holat bo'lsa, 5-4 so'm yo'li bo'lsa qilib beramiz. Va u o't berganimiz o'zi ustanovka qilishga, o'zi manzilga yetib borganga yordam bo'ladi. To'g'ri. Manziliga yetib borganda ustanovkasi deyarli bundoq manziliga qarab, holatiga qarab ichiga kirib olishi ham mumkin. Holatiga qarab. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Har bitta videoyimizda bittada yangilik bo'lyapti. Birinchidan narxi 500 ming arzonladi. Ikkinchidan to'lovini 100 ga yetib borgandan keyin qilaverasiz. Faqat oldindan zakolat tashab qo'ysangiz bo'ldi ishonch uchun.